Vaqtimizda deydi, balam bika to'g'richa bika ishlanglar. Ya'ni qo'ldek ishlab beydek yaşanladı. Doğuz bir balamның kelgüsü üçün tirişimsam bo'lmaydi. Endi onundikin üzərimdən nurgun arzularım vardı. Bel qoyasam bo'lmaydi. Muşunda bir yat ülkede, muşunda bir tez, qiyin kunlarda, raqobat kuchli bir ülkede özərimdən astasda yo'qolib ketishini xolamaydim. Yani bizde hiç qandaq bir kasbninki ayıp emas. Yani başqalarga qo'l suzib, ishlamay, başqalarga ig'irchiligimizni atib yashagandan qandaqli bir kasb qilayli, qandaqli bir ish qilayli, tirishib ishlasak bu hargiz ayıp emas. Vatanning azobi deymiz, seg'inish, urug' tuqqanni seg'inish. Hisobda hammani kuchga aylantirdim desam bo'ldi. Assalamu alaykum, dünyanın har qaysi joylardagi iglik tiklash yo'lda to'xtamay tirishayotgan, izlanayotgan fidokor, ishchan xonim-qizlar, hammalarga men Aminadan salom. Men Amina Void. Yani tor dünyasida uzun zamandan beri o'zimning har xil temadagi yozmalarim bilan sizlardan fikrlashib, munozara qilib kelayotgan do'stlar sabab Uyg'ur bo'lman. Men Turkiyaning İstanbul shahrida turman. Shundaqla İstanbulning Zaytunburnu rayonida Tarım Milliy Madaniyat buyumlari nomida kichik bir do'kon ochaman. Vatandan ayrılıp chiqqili, yani eng oxir qatimqini hisoblasaqmi 4 yil bo'lib eshib qoldi. Burun men shu Sadaf markasida ayolcha kiyim-kechak tijorat qilgan, ya'ni bu Sadaf markasini yo'qlikdan barliqqa keltirib, laylash, ishlab chiqarish, setish degandek taraflarda o'zim kuchab, shu qisqagina necha yil ichida Sadaf markasini vatanimizning janub shimolidagi necha o'nlagan viloyat, shahar, noilalarda tarmoq do'kon, vakolatchilarni barliqqa keltirib, bu Sadaf markasini vatanda bir qadar tanıtgan edi. Balkim aramizda bu markadagi kiyimlarni kiyib baqqan, anglab yoki ko'rib baqqan xonimlarmi az bo'lmasa kerak. Keyingi vaqtda men Turkiyaga kelgandan keyin shu yerlik turk korxonchilar, kiyim-kechak korxonchilari bilan birlashib, o'zimning Sadaf markasida shu Turkiyada kiyim-kechak ishlab chiqarib, vatanda to'p setish degandek tijoratlarni qildim. Hammamizga ma'lum, keyingi vaqtlarda bizning vatan bilan bo'lgan aloqamiz uzilib qoldi. Nurg'unlarimizningki iqtisodimiz, qilayotgan tijoratimiz yarim yo'l to'xtab qoldi va bu vatan bilan bo'lgan aloqani uzilib ketishi bizning iqtisodiy va ijtimoiy turmushimizga nurg'un qiyinchiliklarni, nurg'un o'ngsizliklarni olib keldi. Darhaqiqat menmu uyim, qilayotgan tijoratim, iqtisodim vatanni qilib, ikki bola bilan yolg'iz, uysiz, makonsiz İstanbulning ko'chasida qolib qoldim. Bu jarayonda men yani ko'pchilik Uyg'urlarga o'xshash, mendan bir xil tang'irqash, ansirash kelgusiga nisbatan bu yerda hayotimni qanday davom qilaman, nima ish qilsam bo'ladi deydigan shunday ansirashlar bo'ldi va o'zimningki nima ish qilishim kerakligini bilib bo'lguncha orliqda bika yurmay deb oilaga berib turkchidan bolalarga dars o'tib, cho'nglarga dars o'tib oylik tutishlik qildim. Ondan keyin vatanda shu kiyim-kechak tijorati bilan shug'ullangan menga o'xshash bir do'stimiz bilan hamkorlashib, qo'limizda bor bo'lgan ozgina sarmoyamizni chiqarib, bir kiyim-kechak do'kon ochdik. Do'konni ochib, bir necha yurishtirish jarayonida men bir o'ngsizlik uchirdim va bir mezgil uyda davolanishga, uyda kutinishga muhtoj bo'lib qoldim va bu do'kon taqilib ketdi. Endi shu uyda davolanayotgan vaqtlarimda, uyda aram olayotgan vaqtlarimda men nurg'un besimlar uchirdim, endi iqtisodiy besimlar, nurg'un ijtimoiy besimlar degandek, bundan keyin nima ish qilishim kerak degandek savollarni o'zimdan so'rab, bozor kuzatib degandek, oxiri shu milliy madaniyat buyumlari bozoriga kirib yiqishni qaror qildim. Shuning bilan men bu Tarım degan markani oldi bilan shu Tarım degan markani 5-6 xil turda, yani kiyim-kechak, madaniyat buyumlari, sayohat buyumlari degandek 5-6 xil turda rasmiy qonunliq patentini oldim. Meningki bu bozorga kirishdagi birdan bir maqsadim, endi bizningki shu
muhaciratdagi musafir Uyg'urlarga vatanning bo'lgan sig'inish, shu vatansizlikni his qildirmaslik azroq bo'lsinmi? Ya'ni o'zimizningki shu milliycha kiyim-kechak, har xil turmush buyumlarini ishlab chiqarish orqali shularga bir vatan hasratiga azur ko'pdir darmon bo'lish va bu jihatdagi bo'shliqni to'ldirish edi. Endi men bu tijoratni qilgan vaqtimda, ya'ni qilishni boshlagan vaqtimda nurg'un qiyinchiliklarga uchirdim. Buning ichidagi eng chong qiyinchilik birinchidan menda yetarlik mablag' yo'q, ikkinchidan mol manbasi yo'q. Endi bizningki bu yerlik mahsulotlarimiz, bu yerlik kiyim-kechak degandek har xil mahsulotlarimiz bizning vatanda ishlab chiqarilib, vatanda sotilib kelgan. Endi bu yerda men uni topolmayman. Vatandan akiladigan yo'llar taqoq u vaqtlarda. Agar men bu yerda ishlab chiqaraychi desam, endi bu yerdagi zavodlar bilan men mollarni ishlab chiqarsam, ya'ni menga nurg'un ya'ni ko'p miqdorda ishlab chiqarsam bo'lmaydi. Buni qilish uchun menda birinchidan yetarlik mablag' yo'q. Mablag' bo'lgan holatda men bunday ko'p ishlab chiqarib olsam, bizningki endi bunga ehtiyoji bo'lgan Uyg'urlar qanchalik, endi bu bozorni men to'liq tushunmayman yan vaqtlarda. Shuning bilan men qana qilishim kerak deganda oldi bilan shu raqs zavodlari yoki har qaysi men ishlab chiqmoqchi bo'lgan mahsulotlarni yasaydigan zavodlarga, fabrikalarga berib, ular bilan tekrar kurashdim. Bizning hozirgi ahvolimizni, ya'ni o'zimningki qanday bir ahvolda ekanligimni, ya'ni bu tijoratningki buningdan keyingi istiqbolini, ya'ni ular men qilmoqchi bo'lgan, men ishlab chiqarmoqchi bo'lgan shu mahsulotlarningki O'rta Osiyoda setilish ehtimolliqini borligini, ular menga ishlab chiqarishdan bir vaqtda shu mahsulotlarni O'rta Osiyo bozorlariga o'zi selib, shu yerlarga setib qilib baqsa bo'lganligi degandek taraflardan, qaysi taraflardan tushuntirdim. Shuning bilan tirishchanligim bekorga ketmadi va bir qancha firmalar, bir qancha zavodlar men degan miqdorda men buyurtgan mallarni menga yasab berilgan bo'ldi. Hatto ular aytishdi, ya'ni biz sendan shunda ta'sirlandik, ya'ni sen bir ayol kishi turib, yot bir elda ishga balog'ini demişda boqama deb o'zing tirishib yetsa, bo'lib sana yordamlashaylik, mayli sizningki ishlab chiqargan melandan bizga foydasi bo'lmasinmi, biz sana hamkorlashaylik, biz qarindosh bo'lgan degandek shunday yaxshi inkoslarni berib, menga mallarni nihoyat sifatlik va men talab qilgan miqdorda ishlab chiqarib menga hamkorlashdi. Shuning bilan hozir 2 yildan eshib qoldi, men bu tijoratni qilyapman. Endi bu 2 yil jarayonida oldingi 1 yil meningki shu do'konni ochishim, mahsulot turlarini to'liqlashim degandek ishlar bilan o'tdi. Keyingi 1 yildan ko'p vaqt hammamiz bilganimizdek, ya'ni bu koronavirusi, ya'ni Xitoy virusi sabab bilan bizning tijoratlarimiz to'xtab qoldi. Ya'ni bizning tijoratlarimiz to'xtab, nurg'un jihatda bizningki ya'ni keynimizga chekinish bo'lib qoldi. Oldimizga ma'lum bo'ldi, keynimizga chekinib ketdik. Endi mening bundan keyingi planim bo'lsa, men hozir bir tarafdan tijorat qilgach, bir tarafdan o'qiyapman. Ya'ni o'qiyapman desam, o'zimningki tijorat kasbimda emas, ya'ni shu Istanbul universitetiningki qonun çalışmalari deydi, ya'ni shu ayollar tadqiqoti turi bo'yicha. Endi mening buni o'qishdagi maqsadim o'zimga o'xshash vatansizlikda, musofirchilikda qilib ro'yi va iqtisodiy jihatdagi besimlarga uchrayotgan, bu orqali tushkunlashib ketib qolgan xonim qizlarga madad berish, shundaqla o'zimizningki bir ayolligimizni tunish, ya'ni ayolligimizga qaytish jihatda bularga bir yaxshi ulgu bo'lish, bularga yo'l yechib berish degandek nurg'un orzularim bor. Endi meningki shu hayotimni tijorat yoki bo'lmasa o'qish bo'lsin, shu hayotimni bir qancha jumlaga yig'ib kelsak, opam rahmatlik davomli biz kichik vaqtimizda deydi, balam bekor to'g'richa bekor ishlanglar. Ya'ni qo'ldek ishlab bagdek yashanglar. Ya'ni meningki xonim qizlarga deydiganim, shu eglik tikilmoqchi bo'lgan, nima ish qilishini bilmayotgan, bir ish qilsam bo'ladi deb o'ylaydigan, lekin qo'lida hunar kasbi bo'lmagan yoki bo'lmasa yetarlik mablag' bo'lmayotgan xonimlarga deydiganim, agar sizda bir iroda bo'ldi ekan, siz cho'qim bir ish qila olasiz. Ya'ni hunaringiz bo'lmasa hech vaqasi yo'q, mablag'ingiz bo'lmasa hech vaqasi yo'q. Siz qila oladigan ishingizni, ya'ni eng oddiysi tozalik qilish, bola beqish, tomoq etish degandek o'zingiz har kuni qilayotgan shu ishingizni bir kasbga aylantiring.
Yani bizdə heç qandaq bir kəsbinki ayıb emas. Yəni başqalarga qol suzub, başqalar işləmək, başqalarga əğirçilikimizni atıb yaşandan, qandaqlı bir kəsb qılaylı, qandaqlı bir iş qılaylı, tirişib işləsək bu hərgiz ayıb emas. Yani bizdə işləyən işləydi degan gap var. Şundaqla quldek işləb beydek yaşa degan gap var. Bizim mushu gap bo'yicha quldek işləyən vaqtimizda, biz tirishchanlik qilgan vaqtimizda yaratquchimi, yani Allah yigimizmi bizga beydek yashaydigan bir turmushni bizga berdi. Yani bizning tirishchanligimiz hech bir vaqt bekor ketmaydi, zayo ketmaydi. Oxirida men barliq xonimlarga tirishchanlik, barliq xonimlarga g'ayrat, chidam ve algı intilish bir ruhini talab umid qilaman. Assalamu alaykum. Dünyanın her qaysi joylaridagi aziz, qadrdon, suyimlik Uyg'urim. İyilik tiklash yo'lida jabata tortgan xonim qizlar, hammalarning mush vaqt xayrlik bo'lsin. Men Gulbahardan sizlarga o'tliq salom. Sözümni başlashdan burun ekran oldidagi menga mushu so'zlash fursatini bergan va biz xonim qizlarga ilhom, madad berayotgan hammalarga, bo'libmi Rana xonim va Aynur xonimga chin ko'nglimdan rahmatimni bildiraman. Rahmat sizlarga, jabhat tortdinglar. Türkiye'ye 2013-yılı 10. ayda geldim. Vatanda 2008 yıldan 2013 yılı 7. aygacha Gongru Üniversitesi'nde okudum. Oquşum bitirgandan keyin necha aydan keyin Türkiye'ye geldim aspirantlik o'qish uchun. Hesabda aspirantlikni o'qib, ma'lum sabablar tufayli to'xtatib qo'yib, yana davom qildim. Undan boshqa har xil kasblarda qo'shib o'qigan bo'ldim, bilim oldim. Hozir qadar evatim desam bo'ldi, o'qiyapman. Ondan keyin Türkiye'ye kelib bu 7-8 yil jarayonida tarjimonlik ishlar bilan shug'ullandim. Lekin asos qilgan ishim shu tashqi savdo bo'libdi, import, eksport. Türkiye'ye mallarni ekib o'tkazdim. Türkiye'ning mallarini boshqa davlatlarga o'tkazdim desam bo'ldi. Ondan keyin shu yarmankalar bizlar Türkiye'da har yili yarmankalar bo'ldi. Shu yarmankalarga qatnashdim. O'zim tijoratni yaxshi ko'rgandan keyin mening tijorat tashqi savdo qilishim shu Gongrudan boshlangan. Endi bizlar Gongru hisobda dunyodagi oldin qatardagi tijorat markazi shahri hisoblandi. Shu 2008 yilda shu bag'andan boshlagan mening tijorat qilishim. Avval maktabdagilarga boshladim, butun maktabdagilarga bir narsa yetishga boshladim. Ondan keyin bir yil o'tkazib 2009 yildan boshlab shu Gongruda şu dünyadaki dağınlıq yarmankalar bo'ladi 10. ayda, 4. ayda. Şu yarmankalar qatnash jarayonida boshqa davlatlarga mal avatishni shu yerdan boshladim desam bo'ldi. Hisobda 13 yil bo'libdi shu tashqi savdo qilayotgani. O'zimni yaxshi ko'raman. Hozir shu bir yildan eshibdi. Kirim buyumlarini ishlab chiqarib iste'molchilarga sundim. O'zimning markasini tasdiq qilib so'raydi. Sen tijoratni yaxshi qilading, ishingmi yaxshi? Menda bu tashvishga kirib oldim. Turkiyada nima jiq, girim buyumlar jiq deydi menga. Lekin men kulib qo'yman, lekin hamda mening bu 1-2 yildan buyon o'ylagan ishim emas. Men kichikimda yaxshi ko'ratdim. Shu kichik vaqtlarimda bilasizlarmi, shu biz qizlar vatanda Uyg'ur qizlar o'sim qo'yishni yaxshi ko'ramiz. Shu qishim qardaydi deb o'simlarni qo'yib ketardim. Ishqib shunchalik yaxshi ko'ratdim. Undan keyin shu opam shu tarxamaklarni biz to'g'rab yuziga chaplayapsiz. Men metam chaplaydim. Opam menga chaplab qo'ygan. Yaxshi ko'ratdim. Mush hasallarni so'kab ketardim. Teshida bakrab o'ynab ketib qolsam, uyga kirib mush qitiqlarni so'kab ketardim. Men oqirmay kuyib ketmayman. Endi nima bo'lsa ichimdan kichikimdan bir yaxshi ko'ratdim-da, mush hevesim bordi. Undan keyin rasmiy ichimdan shu bix surishga boshlagan vaqtda to'liqsiz
mektep oldu. Muş tuluqsız mektep bir günü muş kichik apam meni bir yig'in qapadida. Muş Merinkayning yig'ini edi. Direktor bo'lgan o'chaq. Shunda bir xil havas qilatdim. Muş so'zlab ketadi, narsalarni tanishtirib ketadi, kirim buyumlarini. Hamda bizning vatanda hamda mush Merinkay desa bilmaydiganlar bek az deb o'ylayman. Şu qarab yig'inga berib shunda ta'sir qilganda mavi yo'qday, men bu cho'ng bo'lsa, mening pulim bo'lsa, men tirishib o'qib, mush ayoldek qılamısam o bir özemge tushliq bir girim buyumlar ishlab chiqarsam deb ichimda o'ylaydim, ammo hech kimga demaydim da. Chunki o vaqtda bu Merinkayga ayolga qattiq tanishtirganda, demisa dunyodagi 4-o'rinda turdi ekan, eng kuchli ayolning ichida. O keyin o ayolning tarixini chiqdim o'qiyotgan bo'ldim. Başqa ayollar bor, bizning Uyg'ur ayollari bo'lsin yoki dunyoga dangliq mushta eglikligichi ayollar bo'lsin. Hozir qadar o'qishni davom qilyapman, o'zim hayot hikoyasini o'qiyapman. Shu vaqtlarda ichimda o'yladim, izchil tirishgan bo'ldim. Bekor vaqtlarimda shu girim qilish, yozsinish deymiz, mushta narsalarni yaxshi ko'radi. Universitetiga borgandan keyin bekor vaqtimda ta'tilda qaytib kelgan girim kurslariga bordim. Keyin Turkiyaga keldim, texnik bir xil besimdan kirib qoldim. Ondan keyin bir bal bilan yolg'iz bayam deb o'tgandek. Shunchalik garchi o'zimning orzuyim bo'lsa-mu, o'zimga deyman, Gulbahor, vazgeçme. Bo'pti, hozir bu kunlar o'tib ketadi. Tirishqin, bir kun kelganda sizning bu shart-sharoitlaring hazırlangan vaqtda bu ishlarni qila olaysiz deb ichimdan o'zimga bir umid beratdim-da. Izchil tijorat qilish jarayonida. Onun muammo asanimiz endi bu yerda qarmoqqa osondek turdi. Ardından kaynida nima ishlarning yuz berdiganini sizlar tasavvur qila olasizlar yo qila olmaysizlar. Endi men bir ayol kishi, kaynimda hech kim yo'q. Unisiga bir balam bor mening. Mush balamni 6 yosh kirdi, o'zim yolg'iz beqib cho'ng qildim desam bo'ldi Turkiyada. Hech kim yo'q. Beqib turgan ne ata-onam, ne urug' tuqqanim bor. Mush balamni men tunji ishlayman deb shu 1,5 yoshgacha ko'tarib shurdim. Şu zavatmış aldığım eselip, keynimge eselip şudim. Ondan keyin şu 1,5 yaşta ahir bo'lmay, şu bir yesli batı fındık zadı da. Şu fındık zadadaki bir Uyg'urlarning ochgan yesisi. Şu yerga kirib berdim. Aran mağatdi degandek endi. Ashunda bir kichik holatida mejbur qoldim. Akirib yesliga akirib etdim. Ishimni qilardim. Tushdan keyin yugurib kelatdim. Hem de özüm bilime, hem de bir ana aşında 1,5 yaş endi kirmegen bir balını taşlap koyup işleyme deb çıkış bir anlamakka şuna bir ilqi taş yürekdek bilindi ama lekin man amal yoktu da men işlemsem bo'lmaydi, balamna bakmasam bo'lmaydi. Şu yalğız bir balamның kelgüsü üçün tirishimsam bo'lmaydi. Endi onun keyin o'zimning nurg'un arzularim bor edi. Bel qo'yasam bo'lmaydi. Mushunda bir yat ülkede, mushunda bir tez qiyin kunlarda raqobat kuchli bir ülkede o'zimning asosda yo'qolib ketishini xohlamaydim. Men chuqum kuchli bo'lishim kerak, men chuqum tirishishim kerak. Men chuqum başqalar 10 kunda tirsa, mayli 10 kunda g'alaba qozonsa, men 100 kunda g'alaba qozonay. Başqalar 5 yil tirsa, men 10 yil tirishay. Men har vaqt başqalardan uzun qo'ydim. Chunki nimishqa men yolg'iz, mening davlatim emas, hech kim ham yo'q. Lekin men faqat tirissam, yanimda yolg'izning yeri Xudo deb qo'yamiz Uyg'urlarda. Alloh menga yordam qildi. Qolgan narsalarni endi tirishgan vaqtda bir boshqa chiqil bo'ldi deb o'yladim, ishnatdim. Bunun neticesinde ben burnumu köygen, taşıt vaxtımda köygen, tirishib qanchalik neticelerni qozonganimni o'zim bilaman. Tirishgan adam yerda qolmaydi deb o'ylayman. Endi birinchi iqtisod dedim, ikkinchi men duch kelgan eng cho'ng masala bola masalasi bo'ldi. Haqiqatan buni 6 yil bo'ldi hisobda. Endi shunchalik jafo tortdim demayman, chunki qaqshgandek bo'lib qoldi o'zimning bolasi, men rozi. Lekin endi shu balamga hem apa bulup, hem dadı bulup, hem işlep, ne de hem şu ekran aldıdaki bana izchil alışılmayan yardım kelayotgan bütün dostlarımın rahmetini aytaman. Meni tanıganlar bilsizlar.
bir günü dostumning uyiga, bir günü dostumning uyiga, shanba kun o'qigan yillarim bo'ldi. 2 yil pek o'qidim, hafta oxiri o'qidim, ishladim. Shanba kuni hafta ichida 5 kun yesliga olib qo'yatdim. Hafta oxiri 2 kun do'stlarimga olib qo'yatdim. Qaysi do'stim bekor bo'lsa. Ammo hozir bunda o'ylasam, ba'zan ko'nglim yerim bo'ldi meningmi. Hamda shu balamning menga ehtiyoji bor vaqtda tashlab qo'ydim. Ham tashlab qo'yib o'zim ya bir o'ynab olay, ya bir ko'ngil echolay demedim. Lekin shuna bo'lsa, deganda uxlayotgan bolani uyg'otib, soat 7 bilan voy maktabga olib boraylik deb, shu maktabda yesining eng oldida men saqlab, ishni ichib bo'g'ich akirib qo'yman soat 8 da. Ondan keyin kech soat 7 da akilman. Malımızı deb eng kech alay balamni deb 7 da akilman. Uyga kelib tomoqni yetib, uni buni qilib uxlatitaman. Hisobda balamning 6 yil vaqti ashta o'tdi desam bo'ldi. Uxlatib qo'ygandan keyin men darslarimni qilib, ishlarimni qilib bo'lgandan keyin o'tirib, shu endi yetib yig'lab ketgan vaqtim bekchiq. Analıq qılamadım, mehr muhabbetimni beramadim deb o'zimni ayblaydim. Lekin to'xtabdi, amal yo'q. Birisidan ketish kerak. Men hozir endi balamni boqaman desam, bizni kim boqadi? Men qanday qilmay, endi balamga tug'ib qo'ygan hisob emasga, mushunda bir raqobat kuchli bir dunyoda hech bo'lmasa boshqa ish qilib beramiz-mu, bir yaxshi bir sharoit, yaxshi bir bilim olish fursatiga ega qilishim kerak deb o'ylayman. Hisobda men to'xtab boqmadim. Endi bazı dostlarım bilan arliqim uzilib qoldi. Endi meni yaxshi ko'rganlar izlab turdi. Men nurg'unlarni izlayolmadim. To'y to'kimlarga borolmadim, yig'ilishlarga borolmadim. O'zim bilaman. Undan ko'nglim yerim emas, chunki birisiga jonga yetish uchun jonondan ketish kerak deydi-ku. Bir maqsadim bo'lgandan keyin o'sha yetish uchun men chuqur o'zimning yaxshi ko'rgan ishlarimdan shu narsalarımda vaz ketishim kerak deb o'yladim. Hozirda o'ylasam ba'zanda ko'nglim yerim bo'ldi. Ba'zan xo'sh bo'lmay, hech bo'lmasa mishinchilik bir yer kelaladim deyman. Mushu bir yat bir ülkede o'zim bir yolg'iz, gerçi toplumdan uzoq qoldim. Bizning Uyg'ur jamiyatidan uzoq qoldim, atrofimdagi do'stlarimdan uzoq qoldim. Shuna bo'lsa-mu, endi bugungi kelishim oson emas. Gerçi mening cho'ng natijam chiqib ketmasa-mu, mushunchalik bo'lsa-mu, hamda bir shirkatni qurib, bir do'konni ish qilib, ham balamni yaxshi beqib, yaxshi bilimlarni og'izib, yaxshi sharoitlar bilan bugunga kelishim oson emas deb o'ylayman. Tatqan eng cho'ng ishki maslam shu iqtisod bilan bog'liq bo'ldi. Qolgan jafolarga inson chidab ketadi ekan. Haqiqatan men har qatim shu jafo tatgan vaqtimda ba'zan boshqa ülkelar bilan soat farqi bo'ldi. Ko'pincha 3-4 larda qopib ketaman. Shu bir turib ketgancha uxlamayman deyman. Ondan keyin Türkiye'nin işleri buldu, başka ülkenin işleri buldu. Hemen tan kıvağandı ki, net şirketten işlerini kıvağandı ki. Onun köyüne balık jügüreyme, öyle üzem tamak etme, balamın üzem bakıma, keşte yeni balını kut etip, yeni ügün işlerim var, onların kılıma. Degandek, künep gitipti ben özem o, bir xil özemden bir xil gurur his kılıma. Boptu ben bir ayır kişi müşünçilik kılaldım. Az uxulğanğı neyim boptu, uxuluvalımız, ölgendim uxulaydı ikemiz bu. Dep emdi hesapta, vatanning azabı deymiz, sığınış, urug' tuqqanda sığınış. Hisobda hammani kuchga aylantirdim desam bo'ldi men. Endi birisiga jitadim to'ksammi yoki yig'lab uyda o'tirsammi, amal yo'q-ku, hech kim bir narsa qilib bermaydi bizga. Endi vatanning har qaysi joylarga Uyg'urlarmi shu Turkiyadagi nurg'un qiynayotgan Uyg'urlar va ularga yordam qilib, qo'ldan kelishicha bir-birimiz yuylab quvvatimiz Uyg'urlar haqiqatan men faxrlanman. O'zim bir Uyg'ur bo'lganimdan, shunday bir mehribon, oq ko'ngil bir millat bo'lganimdan shunchalik faxrlanman. Shuna bo'lsa, men bo'lsam, ig'rimni sap qo'ymay, men bo'lsam, tirishib, men qo'limdan kelishimcha bir yordamlarni qilay deb Alloh xolisi tirishyapman. O kunlarni nasib bo'lib qolar Xudoyim bersa. Şu ekran oldidagi igilik tiklamoqchi bo'lgan va tiklayotgan xonim-qizlarga nima demoqchi degan vaqtida sizlar agar bir nishonni kutgan bo'lsanglar, bir hadafni qo'ygan bo'lsanglar o'zingizlarga, buning uchun jiq narsalarni o'ylab ketishmi lozim emasga deb o'yladim. Men burun o'ylab ketdim.
çoğ narsalarni o'ylab ketatdim. Çoğ ishlarni qilman, çoğ narsalardan boshlayman deb. Lekin hojat yo'q ekan. Hozir nima o'ylaysanglar, hozir bir narsani boshlash uchun qancha oddiydan, qancha noldan boshlasanlar, shuncha yaxshi deb o'ylayman. Chunki men shuni qildim, noldan boshladim desam bo'ldi. Shu uy sevyapman hozir. Eng ostida mushta aldirmay o'zim qo'piryapman hishlarimni. Chunki bir narsani avval o'ylash yaxshi, plan tuzish yaxshi, nishon bo'lish kerak. Ammo shu nishonni amalga oshirish uchun o'zimiz qo'rqitib, qanday bo'lar, qilsam qanday bo'larmi, qila olamanmi, qila olmasmanmi deb qo'rqitmay, o'zimiz qila oladigan yaxshi bir plan tuzib, kichikdan boshlasak yaxshi. Bu pul bilan aloqasi bor, lekin endi yo'q, mening pulim bor, men biroqlam cho'ngdan boshlaydi degan men tavsiya qilmayman. Chunki kichikdan boshlagan vaqtida suvga kirmay turib, suvning qanchalik cho'nqurligini biz bilmaymiz. Suvga kirgandan keyin to'xtab turmas sumanchilikka men shuni qarta o'zay, men suvni bakrab o'zalayman yoki suv uzishni bilmayman. Shuni qarta o'zimiz bir qaror bera oladiganmiz. Shunga o'zim ko'zimizni qo'rqitmay, o'zimiz qila oladigan ishlarni kichikdan, hatto uyda o'tirishdan boshlasanlar bo'ldi. Mening hozirgi nimam bo'lsa, men burun degan bek chapatatdi, qanday qilaman deb yangi vaqtlarda shundan bir o'zimni nim qilatdim. Hozir o'ylasam, mush uyda o'tirib, nurg'un qilgan ishlar bor ekanda, pul topqil bo'lgan. Hozir bilsizlarmi, elektronik bo'lib ketdi, digital demdi, hamma narsa internet setilgan bo'lib ketdi. Hech kim bana dokunup berib kelaychi, mayaydi, ko'rib kelaychi degan yomon ozlar ketdi hozir. Hammasi mush uyda o'tirib, telefon bilan ham narsa alımız satımız degandek. Şuna hammalarga avval shu ekran oldidagi barliq iyilik tiklayotgan va tiklamoqchi bo'lgan xonim qizlarga shuna bir nindaymiz, umidvor bo'linglar, sabr qilinglar, jafoga chidash. Biz Uyg'urlar ustib ketdik jafoga chidab musofirchilikda, lekin texmi jafoga chidanglar. Shuning ishninglar chuqur bir kun g'alaba qozonasizlar. Endi men bir o'ylaydim, hozirmi o'ylayman, qanday bo'larmi, bo'lmasmi debchi. Undan keyin ko'z qo'rqitadiganlar bo'ldi ba'zan. Shunga faqatla tirishgan vaqtida, sizlar bel qo'yib yotmagan vaqtida, birinchidan tirishib sabr qilgan vaqtida, ikkinchidan butun kuchinglar bilan shunga ishongan vaqtinglarda chuqur bo'ldi. Men ishonaman. Avval o'zinglar ishonishinglar kerak. O'zinglarni qilayotgan ishga boshqalarning "Ma qilibdi, qila olibdi" deyish emas. O'zinglarni eng yaxshi toniysizlar. O'zinglarga eng yaxshi o'zinglar baho bera olasizlar. O'zinglarning qilgan ishiga men qila olayman, men tirishiman, men chidayman, men sabr qilaman. Undan keyin qolgan ishlarni yaratgan Alloh o'zi ininglarda bo'ldi. Men buning ishonaman. Men bir o'zim his qildim, ham his qilyapman. Her vaqt men Allah yolg'izlik qo'ymaydi. Yolg'izning yeri Xudo. Bekdayman bu gapni. Har vaqt yonimda bo'ldi. Ammo men ishondim, men qo'limdan kelishga tirishdim. Sizlarni tirishinglar, ishninglar, sizlar bir kuni chuqur muvaffaqiyat qozonasizlar. Oxirida suhbatimni tugutish bilan birga o'sha ekran oldidagi barliq qarindoshlarimga yana bir qator salom yo'llayman. Shuning bilan birga mushu ekranga chiqish fursati bilan birga hisobda o'zimni tunishtirish fursatim keldi deb o'ylayman. Mushu mayli taklif fikr bo'lsin, mening qilayotgan ishimda, hamda menda nurg'un tajribalik, dunyoning har qaysi yerlarida nurg'unlagan ixtisoslik tajribasi mo'l bo'lgan qarindoshlarim bor. Sizlarning har qanday vaqtda menga taklif fikringlar bo'lsa, yoki maoshni bunday qiling deydigan, yoki iqtisod jihatdan men sizga yordam qilay deydigan, yoki bo'lmasa men sizga ma jihatda yordam qilay, hech bo'lmasa sizning ishlab chiqargan ürünlaringizni bizmi ishlatib sizga qo'llaylik, sizni quvvatlaylik deydigan qarindoshlarim bo'lsa, chin ko'nglimdan rahmat aytaman. Sizlarni kutaman, menga shunday jasoratni, shunday madadlarni berishinglarni. Axir undan keyin hammalarning ishlariga o'ngishli, tininglarga salomat, oilanglarga xushalik va baxt tilayman. Omon bo'linglar.